Millat fidoyilari. Katta leytenant Abkelyamov Nariman Nosirovich 1971-yil 25 fevralda Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahrida dunyoga kelgan. 1988-yilda Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida joylashgan Viborg fuqaro aviatsiya texnika bilim yurtiga o'qishga kirib, 1991-yilda bilim yurtini bitirgan. Faoliyatini Farg'ona viloyatining Qo'qon aeroportida bort texniki lavozimida xizmat qilishdan boshlagan. 1998-yildan 2000-yilgacha Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qismda vertolyot eskadrillasining Mi-8 vertolyoti aviatsiya bort texniki lavozimida xizmat qilgan. 2000-yil 19-avgust kuni katta leytenant Nariman Abkelyamov Surxondaryo viloyatining tog'li hududlarida bir guruh xalqaro terrorchilar tahdidini qaytarishdagi janglarda faol ishtirok etgan. 2000-yil jangarilar bazalariga havodan turib zarba berish harakatlarida Mi-8 vertolyotidan dushman guruhiga o'q yomg'iri yog'dirib, katta talofat yetkazilgan. Biroq jangarilar tomonidan otilgan o'q vertolyotning o'ng dvigateliga jiddiy shikast yetkazishi oqibatida boshqaruvni yo'qotgan. Vertolyot yerga qo'ndirish vaqtida katta leytenant Nariman Abkelyamov og'ir tan jarohati olib, ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay qahramonlarcha halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq davlatimizning yuksak mukofotlari, orden va medallari bilan taqdirlangan. Nariman Abkelyamovning nomini abadiylashtirish maqsadida u o'qigan maktab hamda Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi harbiy qismda yodgorlik monumenti o'rnatilgan. Vatan millat fidoyilarini unutmaydi. Ularning xotirasi qalbimizda mangu yashaydi.